Menga qara bekor shu odam bilan dogovor qildingda, injiq ekan, ustalarni ham norozi qilib chiqarib yuborar ekan. Menga ishongin, biz kazo injiqlarni ko'rganmiz. Bu nima xonadonda turadigan injiqcha xolos. Eplab olamiz, pulini ham olamiz. Yur. Xo'sh, ukalar, menga qimmatbaho o'tkazdiryapsizlar. Ertadan keyin ko'chib ketmaydimmi? Ancha 25 yildan beri shu sohadamiz. Hech kim norozi bo'lmagan bizga. Ko'chmaydi ham. Hop. Chokin to'g'ri. Ukalar, bu choki to'g'ri kelyaptimi, ish qilib? Aka, choki monitor oladi mana bu yerda. Ishni bitirmasa keyin tekshirsangiz bo'lardi. Ukalar, nima bu? Nima uvol qilyapsizlar? Men pulimni olganman bu aboyni. Nimaga uvol aka, tualetning bo'lmagan qilib ishlatib yuborasiz. Jan. Joyini topib yopishtirib olgan, tushundingmi? Bo'pti. Mosir to'plashni ham tishib qo'yibdi bular. Yaxshi ham o'zini uydan chiqdi ham Mosir. Ishni qilaylik, hozir sasiydi bo'lsa. Kam bu sal quyuq bo'lib ketdi-yu, suyib tursa ham hamma joyga yetkazardi. Alisher 2 litr suv qo'shib yuborman unga. 3 litr qo'shib yuboring, 3 litr. Bir tenga qimmat ekan ustalar. Ular 15 kunda deb 20 kunda ham turolmadi. Hech kopeyka ekan ustalar. Men senga nima dedim? Ko'rchimchoq ekan-ku.